Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan bu mendek Playnobik do'stlar. Bugun biz Minecraft'da Dream'ning barcha truklarini qaytaramiz. Xo'sh, boshlaymiz. Xo'sh do'stlar, birinchi truk bu yerdan qayiqqa o'tirish. Buni bir marta videoga ko'rdim. Xo'sh, qilamiz. Xo'sh, bilaman. Tushunmadim do'stlar. Bunga nima bo'lgan? Xo'sh, yana. Vay. What the fuck? Do'stlar. Men buni qanday qildim hozir? Tushunmadim. Xo'sh, yo'q, buni qilib qo'yganman. Xo'sh, yana qilamiz. Qani. Voy. Xo'sh, yana. Yo'q, yana. Yo'q, do'stlar. Birinchisini o'tdik deb hisoblab bo'lsak bo'ladi. Xo'sh, yana bir marta qilib bo'ldi. Keyingisiga o'tamiz do'stlar. Xo'sh, eng oxirgi marta. Hozir qilamiz. Buni ham oxirgi. Xo'sh, hozir do'stlar. Tushunmadim do'stlar. Vono. O'tamiz. Xo'sh do'stlar, keyingi trukda biz water bike'ni, ya'ni suv satlini otib, bu yoqqa ushlab olib water drop qilishimiz kerak. Xo'sh, menga hozir o'xshamayapti. Nima bunday tez tushadi? Hozir do'stlar o'rnidan tushib ketdim. Xo'sh, yana bir marta urinish. Yo'q do'stlar. Bunaqa bo'lmaydi. Yaxshisi osongina bunday qilib buni hech kim ko'rmadi. Xo'sh, buni yana bir marta water drop. Tak tushunmadim, nima o'xshamayapti endi. Nima esimdan chiqib ketdimi? Wow, o'xshadi. Xo'sh, anchadan beri qilmaganimga esdan chiqib ketdi do'stlar. Endi qarang. Bunday qilamiz. Bunday. O'zim nima qildim buni? Xo'sh, mayli. Yaxshi yo'qotamiz buni. Xo'sh, keyingi trukka o'tamiz. Xo'sh do'stlar, biz keyingi trukka o'tamiz. Xo'sh, va bu truk bilan sakrab, mana bu kichkinagina suvga tushish kerak. Xo'sh, mayli, birinchisiga o'xshamadi. Voy. Xo'sh, mayli, yana bir marta. Xo'sh, va yana. No. Yaxshi do'stlar. Xo'sh. Bu juda haromlikka o'xshabdi. Sababi men mashq qildim. Xo'sh, yana bir marta boshdan qilamiz. Mayli do'stlar, mayli. Bu yana. Voy. Xo'sh, davay. Yana bir marta. Voy, yaxshi. Do'stlar. Bu tepalikdan juda ham qiyin, lekin biz qildik. Mayli, eshitdi baribir. Xo'sh, keyingisiga o'tamiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, bu keyingi videoda biz mana bu narvonni olib, tepadan sakrab ladder crouch qilishimiz kerak. Xo'sh, birinchisida o'xshamadi. Buni hammamiz ko'rganmiz va artefakt ham qiyin bu bitta videosida. Xo'sh, mayli do'stlar, hamma narsa bittadan o'xshamar edi. Voy, nima o'xshamayapti bu? Xo'sh, mayli, sakrab tezlikni olib, yo'q. Nimadir menga bo'ldi o'zi do'stlar.
Hoşday. Hoş do'stlar, negadir endi o'xshamayapti. Yana qo'ydim, lekin uni ustiga tushsam g'irromlik bo'ladi. Shuning uchun g'irromlik qilmasdan bunaqasiga tushib, buni 1000 marta qilishim shartmi deyman-da do'stlar. O'zi nima bo'lmayapti do'stlar? Yoki men nimadir noto'g'ri qilyapmanmi? Do'stlar, nimadir noto'g'ri qilyapmanmi? Eng qiyini shumi deyman-da o'zi. Yana qo'ydimmi deyman. Yaxshi. Ya WhatsApp. Hozir men narvonda ustiga tushib qo'yilmayapman. Shu narvonda mayli, eng oxirgisi nima bo'lyapti menga hozir do'stlar? Nastroykada buni to'g'rilab olamiz. Do'stlar, menga qo'yib baland qilib o'ynayman. Shunday qo'ydim bu safar, lekin ustiga tusha olmadim. Yana yaqinroq borib qo'yish kerakmi deyman-da. Eng oxirgisi do'stlar, menimcha, yoki yo'q, oxirgisi emas. Bu balki yo'q. Yaxtan baribir qiyin bo'ladi. Do'stlar, yo'q. Ana endi o'xshaydi do'stlar, aniq o'xshashi kerak. Sababi endi shuncha vaqt o'xshamay o'tirmaydi-ku. Men qo'ydim-ku. Oxirgi martasiga nihoyat mana shuni qo'ydim, Leather Cloud do'stlar. Nihoyat biz buni ham o'tdik. Xo'sh, keyingisiga Xo'sh do'stlar, keyingisida biz bu narsani olib bunday qilib tushishimiz kerak. Xo'sh, sal noto'g'ri qildim. Xo'sh, mayli, yana qilamiz. Xo'sh, oldik. Sakraymiz. Va tushunmadim do'stlar. Ustiga bir sakraylikda. Eski versiyalarga bunday qilmaydimi deyman-da do'stlar. Yana hozir 1.6 da o'ynayapman. Balkidir. Yiq bo'lar ekan do'stlar. Men noto'g'ri qilibman-da. Xo'sh, uzr do'stlar. Yana qilamiz biz buni. Oldik. Sakraymiz. Xo'sh. Men o'ylayapman o'zi. O'xshadi do'stlar. Bu safar noto'g'ri qilmadim. Xo'sh, keyingi levelga o'tamiz. Do'stlar, bitta mashq qilaman degandim. Shundan mana bunaqa narsa bo'lib qoldi do'stlar. Bu nima narsa? Iltimos aytib yuboringlar kommentariyadan. Qanaqadir bugmi? Xo'sh, hozir buni bilib olamiz. Xo'sh, tushdik va tushunmadim. Va hozir yana oxirgi marta nima bo'lyapti menga o'zi? Xo'sh, mayli do'stlar. Keyingi videosida Dreamning bunday sakrash kerak va to'xtamasdan tushman. Men hali tushganim yo'q. Bular esa tushunarli emas. Hozir o'lib qolishimga sal qoldi.
Xo'sh, uzr do'stlar. Bu tomondan yaxshisi qilaylik shuni. Xo'sh, o'tiramiz. Qayoqqa suzamiz va what the fuck? Tushunmadim. Eski versiyalarga o'xshashi kerak. Tuyam. Yoki men noto'g'ri qilyapman nimanidir. O'xshadi. Undisida. Xo'sh do'stlar, eski versiyalarda bo'lmas ekan, uzr. Keyingi videoda yana qilib ko'ramiz buni. Xo'sh, keyingi levelga o'taylik yaxshi. Xo'sh do'stlar, keyingisiga esa men bu satlni olib, uni ko'ryapmiz-ku, ichida suv bor va uni olib satlga va water drop qilishimiz kerak. Xo'sh, mayli. Birinchisiga o'xshamaydi va what the fuck do'stlar, men o'ylamanmi yo'qmi o'zi? Nihoyat. Yaxshisi yana bir marta qilamiz. Bu menga yoqdi. Xo'sh, yana olamiz. Yana sakraymiz. Xo'sh, mayli. Menimcha tugagan yoki yo'q. Xo'sh do'stlar, tugagan yoki yo'q. Bilamiz. Yaxshisi sakrab olaydi shuni. Do'stlar, what the fuck? Bu qanaqa bug bo'ldi yana? Xo'sh, mayli, o'tdik deb hisoblayveramiz. Keyingi levelga o'tamiz. Xo'sh do'stlar, keyingisiga sandiqdan buni olib, sakrab blok qo'yib yashab qolishimiz kerak demoqchi edim. Xo'sh, mayli, yana bir marta. Tushunmadim, nima blok qo'yilmayapti? Buni emas, buni. Tushunmadim. Aytmoqchiman. Juda ham tippadaman-ku. Xo'sh, mayli, sandiqdan olib yaxshisi qo'yamiz. Do'stlar, men tippadaligimning sababi buni qila olmayapmiz. Bittirasi tushdi kallamga. Mayli. Ana endi o'xshardir. Mayli do'stlar. Har doim nimadir o'xshamas edi menda. Xo'sh, save qilamiz. Xo'sh, bitta videoda ko'rdim shunday qilgandirim. Mayli, ol. Oldik va nimadir bo'ldi. O'xshadi do'stlar. Va biz o'lmadik. Xo'sh do'stlar, video ham o'z nihoyasiga yetdi. Xo'sh, agar ko'proq shunaqa videolarni xohlasangiz, albatta like bosib qo'ying, kommentariyani yozib qo'ying. Xo'sh, sizlar bilan bu men Dek Plain edim va hammaga xayr.